Assalomu alaykum aziz obunachilar, Ibrohim kanaliga kuzatib borish obunachilar, hafta kuniga seshanba 2025-yil akalar 2-dekabrdamiz. Xudo xolisi qish faslida, xudo xolisi 2-kunlaridamiz akalar. Sizlarga xudo xolisi Sharxon Xoldonbek Jo'jamol bozorida chiroyli narxlarni yoritib siz aziz obunachilarga ko'rsatib boramiz. Semiz buqadan akalar yosh yemga tayyaridan semiz buqalargacha narxlarni ko'rsatganmiz. Ko'rib o'zingizlar baho berib, bir donadan layklarni bosib, obuna bo'lish tugmachalarini ezib qo'ysanglar, biz chiqarib borayotgan videolarimiz siz aziz obunachilarga doimiy ravishda yetib borib turadi. Akalar, mana shu buqamiz 37 millionga berilmayapti, xudo xolisi. Holatlari juda zo'r ekan mana. Hozirni qo'ylar chiqib qolgan akalar, qo'ylarning narxlariga xudo xolisi ko'rsatib o'tamiz. Hammasini siz aziz obunachilarga ko'rsatamiz. Narx-navolari, o'zingizlarning buqalaringlarga moslar, sortlarini kelishib ko'rib olasizlar. Xudo xolisi aziz obunachilar, kichkina rolikchamiz chiqadi. Bee'tibor bo'lmasanglar, Omadjonning drabilkalari, xudo xolisi nomerali drabilkalar ekan. Ko'rib o'zingizlar baho berib, aloqaga chiqinglar. Ibrohim Uzdanman desanglar, akalar narx-navosini arzon qilib, dastlabkilarni yo'lida qilib beradi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, xudo xolisi mana drabilkamizdan akalar chiqqani bu Makkani. Xo'p, ikkinchi setkasida ochdan qo'ydingizmi buni? Ikkinchi setkasi bu. Setkalarni olingda ochdan bitta ko'rsatib qo'yamiz. Aziz obunachilar, kecha oluvdik, mana shu olov drabilkalarini. Shuni reklamasini xudo xolisa akalar chiroyli qilib beramiz. Mana qaranglar. Monda chiqarilibdi. Hali bunga qo'yilmagan ha bu. Bunga qo'yilmadi. Mana bunga qo'yilmagan. Mana qaranglar. Mana bunga qo'yganim yo'q, mana ahvol. Bunga qo'ya, maşallah. Xo'p, akalar ozgina somonimiz bor, ozgina poxolimiz bor, qo'yib imkon qadar uy sharoitida qilib beramiz. Mana yerga chiqqan un ekan. O'ta changib ketadigan shuni hisobiga chiroyli qilib video qilib beramiz. Mana olov drabilkalarida akalar oldik. Kachivasi zo'r ekan, ichlari yaxshi. Oshna ahamiyat turing. Mana mahaviylari xudo xolasa zo'r, kuymaligidan, chiroyligidan qilib berilgan. Pastga nomerlarni qoldiramiz akalar. Telefon qilsanglar, mana shu nomerlarda aloqaga chiqa olasizlar. Mana shu nomerlarimiz turibdi. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa zo'r narxlarda qilib beradi sizlarga. Hozir ishlash jarayoni sal holatda mana shu ozgina somonni oshdan qo'yib baqqani uchun somon yo'q, boshqa yo'q. Moshpaya bor, moshpayani chiqarib beramiz oshni. Xo'p, ketdi oshni. Xo'p, aziz obunachilar, somon. Somon chiqishini qaranglar, somon. Mashalloh, mashalloh. Qaranglar akalar. Go'zal. Endi akalar pahol. Pahol solar. Ha, pahol solyapti. Uy sharoitida aziz obunachilar, mana dehqonni qo'y bahayotgan sharoitida xudo xolisi chiroyli qilib ishlatib beryapti. Pahol mana. Chiqarayotgani. Qo'ni qo'shnilardan topib akalar jicha mehnat qildik, layklarni bosib qo'yasizlar xudo xolisi. Olov drabilkalar nomerlarini ekan xizmat qilar ekan, yaxshi narsa ekan. Ha. Moshpaya solyapti akalar. Mana. Ishlash jarayonini ko'ryapsizlar akalar, xudo xolisi. Olgan odam baraka topadi. Nomerlarni akalar xona. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ukalarimizda dastlabki xizmatlari bor. Xudo xolisa O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarni qilib beryapti. Aziz obunachilar, imkonimiz boricha oshna o'chirib. Mana, o'chirib. Ashir savolni o'chiring. Mana aziz obunachilar. Xo'p. Bo'ladi. Aziz obunachilar, mana makkasini ham ko'ryapsizlar. İmkonimiz boricha. Mana somon ham bor buning ichida akalar, moshpaya ham bor, poxol ham bor. Mana ishlash jarayoni boshqasi mana mahaviylar aylanib turibdi aziz obunachilar. Xudo xolisa ishinglar bitadi, aloqaga chiqinglar. Moshni drabilka ekan. Kimgadir kerak bo'lsa, xizmat bo'lsa aloqaga chiqsanglar, pastdagi nomerlar. Drabilka 100% zo'r ekan. Drabilkani akalar monisi mana yonida almashadi. 4 talik nasatkasi bor, yonida almashadi. Xudo xolasa olgan odam yutkizmaydi. Olov drabilkalar nomerlarini ekan aziz obunachilar, xudo xolasa tavsiya qilib qolamiz. 14,5 kami bor. 1 metr chiqar ekan bo'ylari, xudo xolasa. Xo'p. Bozor nechta qilyapti aka buni? Bozor qilgan yo'q. Savdo qilgan yo'q. Telefon nomer berib ketasizmi endi tamanda? Beraman. 91lik. 048 4077 ga aloqaga chiqish bitadi. Bitadi. Ha, buqani orqalar. Ko'pmi? Orqalaridan ham ko'rsatib qo'yaylik akalar. Shu kichkintoy. Mana. Bo'lar 1 metrlik 14,5 deyapti. Ha, xolos yaxshi bo'lsa ekan. Aka nech pul oldi bu aka bu?
bilmadim deyapti, lekin yaxshi narsani olib qo'yibdi akamiz. Bo'ladi. Mana bog'ni oling mana. Aka ehtiyot bo'ling. Nechi pul oldi aka bu? Voy. Hoy, ehtiyot bo'ling aka. Nima qilmang aka? Aka nechi pul oldi? Nechi pul savdo qilyapti? 1 million 600 ming so'm beryapti. 18 million 600 ming so'm savdo qilyapti tog'amiz. Qani? Mana akalar. Jonivor yomon ekan haqiqatda bo'lmoqchi. 18 million 600 ming so'm savdo qilyapti ekan mashina. Assalomu alaykum, charchamasdan. Namozdan o'qib ketyapmiz aka sekin. Nechi pul ekan aka bu? 20 kami bor, 20 kami bor mana aziz obunachilar. Bo'ylari 1.5 lik, xudo xolasa yaxshi narsa ekan. Shvedlardan boshlab bizda bugun. Mana. Zo'r. Aka nechi pul qilyapti buni bozor? 18 million realni bo'layotgan narsa. Telefon nomer qoldirib beraylik. Sizda ko'p-ku. 90lik. 571 57 ga aloqaga chiqsanglar, ishinglar bitadi. Akamizda mana qalaringiz chiroylilar do'stim ko'p bo'ladi. Bozoringiz bersin. Aka bu nechi pul ekan bu? 18,5 kami bor. Bozor nechi pul qilyapti aka buni? 16 kam so'rashyapti. Orqalardan ko'rsataylik akalar. Bugun bozorimizda polvonidan bugun bozorda mol o'ta ko'p ekan. Xudo xolasa hammasini chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana azoblanishlar. 18,5 kam bor, 16 million savdo qilyapti. Telefon nomeri bor yo'q? 91lik. 675 95 ga akalar aloqaga chiqsanglar. Yo'q, sotilik esa boshqa qilib beraman deb qo'ying. Orqasidan. Ana, joni sog' bo'lsin. Undan polvonlar deb qo'yamiz. Aka nechi pul bu? O, yana mo bo'la-yu. Ko'zingiz kelasa ekan men oldimga. Joni sog' bo'lsin. 35 bugun galisi tavopsu qani hali o'zimiz kichkintoylar. Ulardan bugun yo'q. Yo'qmi bugun? Bugun yo'q. Mana qani kattalardan ham sho'g'li ekan bu bola akalar. Taniyotgan bo'lsanglar. Hammasidan bor aka bizda bu xolasa. 35 kami bor. Kami bor, ancha kami bor. Chiriguncha, kecha, ilgarki nechi pul qilishdi buni? Kecha chiqdi bugun bu. Mol purish olgandan keyin har daraj qattashingan debman. Nechi pul qilishyapti buni? 27 qilishdi aka. Bermayapsizmi? Telefon nomeri bering unda, doimgidek. 94 574 13 13. Ana hisoblashsa Shvedni kattasi yu kichigi kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa ishinglar bitadi. Bozoringiz bersin aka. Urukka deganlarga ham bitta bor aka. Urukka bor ekan. Manzil Qo'rg'ontepalik akamizda, xudo xolasa Urukka so'raganlar aloqaga chiqsanglar ishinglar bitadi. Hozirgi nomerga. Hammasidan bor aka bizda. Tashlab berasiz, Telegram, WhatsApp ishlaydi. Musofirdan ko'pchilik qilyapti. Hamma yo'q bor aka. Bu hozir xijolat aka. Nechi pul bu aka? O'ta polvon bu jonivor. Nechi pul bu? Yaxshi narsa polvon. Nechi pul aka, nechi pul? 18 savdo bo'lyapti, realni bo'layotgan, ha? 18 million savdo qilyapti ekan. Siz nechi pul narxaysiz aka bunga? 20, joningiz sog' bo'lsin, 20 million aytilyapti ekan. Qop-qora bir oppo yeri ham yo'q jonivor. Yosh ko'chat bo'zakcha. 18 million so'm savdo qildi. Yaxshi, zo'r qilibdi mashina savdosini. Bozorini bersan, aka telefon nomer bermasangiz kerak, savdosi bo'lib turibdi ekan. Aka bu nechi pul bu? 19 million kami bor. Voy joningiz sog' bo'lsin. 19 million kami bor, bo'ylari 1 metrda atrofida ekan, xudo oyoq qo'li lekin polvon narsa ekan. Bozor nechi pul qildi buni? 16,5 million savdo qildi, lekin bermabdi akam. Ustima jonivor seni ham olaman. Mana, turishni ko'ryapsizlarmi akalar? Yaxshi narsa ekan. Aka yana bo'ladimi, bo'lmaydimi bularni? Yo'q aka. Bo'lmaydimi? Joningiz sog' bo'lsin. Hop. Aka nechi pul bu? Aka nechi pul? 22 million deyapsiz aka. 22 million deyilgan ekan bu qamiz azoblanishlar 22 millionga xudo xolisa qani zo'r ekan. O, mo kichkintoylar ham bor ekan, hozir olamiz bularni. Mana azoblanishlar 22 millionga. Buni o'ynab turibdi xudo hozir. Bo'ylari ham 120 dan atrofida ekan. Xo'p, bozor nechi pul qilyapti aka buni? Bozor ha 18 bergan ham bor, 16 bergan ham bor. Akalar 16,5 beryapti. Hozir berayotganinglar, realni bo'layotgani akalar 16,5 million so'm pul beryapti ekan, 20 million so'm kami bor, ha? Telefon nomeri bor yo'q? Sotilib ketadi, joningiz sog' bo'lsin. Aka nechi pul bo'lyapti bu? Bu ham sizdanmi? Nechi pul bu? 12 million berishdi. Hozir bo'layotgan savdosi. Hozir bo'layotgan savdosi akalar 12 million so'm savdo qilyapti ekan. Ha. Buni qaranglar akalar, sifati yaxshi ekan mana shu. Chiroyli bu ekan, xudo xolasa yaxshi narsalar chiqibdi bugun Sharxon Xoldon mehmon bozoriga.
Hop. Neç pul bu aka bu? 20 milyon kami bor. Joni sog' olsin, 20 million kami bor. Messi gibridlashgan ekanda, xudo xolasa, ha? Messi gibridlashgan. Mana, joni sog' olsin. Manzoblansa chiroyli holatda ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Do'konning sortiga o'ziga e'tibor beringlar. 20 million kam bor, bozorni nechta qilyapti? Endi tushadi. Endi tushadi. Telefon nomeri bering, sizda ko'p bo'ladi-yu. 33lik. 718 80 70. 718 80 70 ga aloqaga chiqsa ish bitadi. Oh, kichkintoy nech pul aka bu? Bu biyu bu. 15 kami bor. Simental. Jicha shaqa bor. Ha? Joyga bormagan. Joyga bormagan jicha shaqa bor lekin holatlari yaxshi. Puli nech pul aka bu? 15 Kami bor. Bozor nech pul qilyapti aka bu? Bozor qancha beryapti? Bittasini eshitaylik aka. 15 kami bor mana simental. Aloqaga chiqib qolish mumkin obunachilarimiz. Iloyim bugun sotilib ketsin. Sotilmay qolsa bizni riskka obunachilarimiz bor. Foyda beraman deb aka 14 ga olgansiz. Kasal pasali yo'q. Yo'q, kasali yo'q. Telefon nomer bering aka unda. 99lik. 99lik. 292 292 17 1700 azobunachilar mana pul zarilib qoldi, olib chiqyapti, sotyapti xudo xolasa akamiz. Demak, uchmog'i zo'rg'ib tekshirib olinglar. Qani, bitta tortingdan aka oldiga. Ha, jonivor yur. Mana akalar orqalaridan ko'rsatib qo'y. Haqiqatda chiroyli narsa ekan, sifatlari yaxshi. Zo'r buqa. Albatta. Joningiz sog' bo'lsin, bozoringiz bersin aka. O, mo'la. Nech pul ekan bular? Turishni qaranglar. Avjida, soda bunga. Nech pul ko'p ketdi endi sodasi bularni. 27 2 oyga. 13,5 dan. 13,5 dan 27 million beryapti mana kichkintoylarga. O'zi narxi nech pul aka buni? 16 dan kami bor. 32 millionga 27 million so'm savdo qilishdi mana. Bo'layotgani. Ya'ni bo'layotgan pullar hozir hisoblanishlar, holatlarni ko'ringlar. Uzoqdan, yaqinroqdan, oldilaridan. O'zi mana birinchi xaridorga sotdim bor, menga to'g'ri kelish kerak. To'g'ri. Sizga to'g'ri kelish kerak. Avvalambor sizga to'g'ri kelish kerak. Bozoringiz bersan aka. Aka nech pul ekan bu? 20 chekam bor. Bugun ola parodalar rasa chiqibdi. Ola parodalar bugun rasa chiqdi. 20 kami bor. To'qorroq. Biri 10 chiqaradi bu. Biri 10 ga xudo xolasa. Biri 10 ga yaxshi narsa ekan. Xo'p, mana orqalaridan, oldilaridan chiroyli qilib olishga harakat qilamiz. Aka, bozor nech pul qilyapti buni? 17,5 qilishyapti. 17,5 savdo qilishyapti, lekin bermadingiz. Telefon nomeri bering, sizda doim mana qilib bo'ladi. 33lik. 33lik. 617 Aha. 4412. 4412 ga aloqaga chiqasizlar, xudosi ishinglar bitadi. Bular zo'rlari ketdi, zo'rlari. Ma'da nima bo'lyapti savdo? Keling. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? O, nech puldan bular endi aka? 17 yarim 17 dan kam bor deyapti. O, nechtasi savdo bo'lyapti akalar? Nechtasini savdo qilyapti? Ikkitasi. Nech pul qilyapti? 33,5. Ha, akalar ikkitasini 33,5 qilyapti ekan. Hozir telefon nomeri bersa qo'yib o'tib ketamiz. Manzilga ham aytib bersa aka. Katta buqalar bor ekan mana akalar, katta narsalar bor ekan. Yaxshi narsalar bor ekan ichida. Odam ko'p, iloji bo'lmayapti, hali hamma yo'g'ini yoritishga. Aka, telefon nomer berasizmi? Naryadikimi? Joni sog' olsin, ketdi akalar. Aka, nech pul ekan bu? 22 kam bor aka. 22 kami bor. 22 kami bor. Ko'chamiz bor qaranglar. Bo'ylari 1 metrlik. Aka, jonivor, kallalar chiroyli ekan buni. Hamma yo'g'i chiroyli. 22 millionmi aka bu? 22 million. Bozor nech pul qilyapti aka buni? Bozor 18. 18 million 200 ming so'm qildi, lekin shvetsiyamizni berma. Qani shering? Sotdi. Achib ketdimi o'sha? Voy, mashalloh. Yana bormi bularda? Oxirgisida aka. Oxirgisimi? Joningiz sog' bo'lsin. Telefon nomer olardik agarimiz bo'lganda. Bunisi nech pul aka bunisi? Qora aka nech pul bunisi? 19 million kami bor. 19 million kami bor. Bu bilan uni farqi bor. Lekin e'tiborchi bu boshqa. Ko'cha zo'r mana orqalaridan. Olamiz akalar, orqalaridan chiroyli qilib olaylik buni yonboshlaridan. Mana azoblanishlar. Xo'p, nech pul dedingiz? 19 kam. 19 million kami bor, 16,5 million so'rashyapti. 16 million 700 mingga do chiqib to'xtadi. 16 million 700 mingga dollar chiqib to'xtabdi azoblanishlar. Telefon nomer bor yo'q? Yo'q. Joningiz sog' bo'lsin, bozoringiz bersin aka. Aka, nech pul ekan bu molimiz? 33 kami bor.
Simental. Mo necha pul ekan mo kelayotgan aka bu? 20 kami. 20 kami bor. 20 kami bor molimiz ketdi mana azoblanishlar kattaroq variantda buqalarni ham ko'rsating Ibrahimjon deganlarga. Mana azoblanishlarga bodosi boshladik. Simental. O'zaymi aka hali bu? O'zak. Xo'p. Ish qilishyapti aka buni. Hozir 28 berishyapti. Hozir bo'layotgan ha. Telefon nomer beramizmi aka, qoldiramizmi? Narigilar ham uchovi bitta turgan, bitta qo'ra turgan. Uchoq bitta qo'ra turgan. Dehqonchilik ekanda dolisi. Va dehqoni moli. Nomer berib oling. 95lik. Narigilarni yorib qo'yam. Nechi? 1078. Ha, 078. O jonivor. Jonivor. Mana akalar to'polonchi. Sog'lom xudo xolasa. 078 78 ga aloqaga chiqarasizlar xudo xolasa mana akalar. Mollari ham bor ekan. Bunisi 35 kam bor. Monisi ham kichikroq. 22 kamim bor. Bu aka nimada? Manzilga aytdi aka. Novosha emas, bu Gunojon aka. Ha, bu Gunojonmi bu? Ha, Gunojoncha. Toza simental. Aha. Manzilga aytdi aka. Novotrang ekan. Yozyovon tuman Qoratepa shaharcha. Yozyovon tumani Qoratepa shaharchasida dolisi akalarimiz nomerini qoldirdik. Aloqaga chiqarasizlar. Ish pul bu aka bu. 20 cha kami bor. Uy, jonivor, katta buqa shuda. Mana akalar. Azoblanishlar holatlarini ko'rib qo'yasizlar. Imkonimiz boricha chiroyli qilib yorishga harakat qilamiz. Xo'p, bozor nechta qilyapti aka buni? 18,5 bermabdi akamiz lekin. Yo'q, ola barobar asa chiqibdi. Akalar nechta savdo bo'lyapti? Ikkovmi, bittasi? Mashinadan sigir. Ha, sigirmi? Bu. Mana azoblanishlar mo'g'isi ola barobar asa chiqibdi bugunchi. Nech pul bu aka bu? 20 qilishyapti. 20 million qilishyapti ekan buni. O'zi narxi nech pul aka? Nech pul aytyapsiz? 25 cha kami bor, 20 million so'm hozir savdo qilishyapti. Ukamizning holatlarini ko'ringlar akalar. Holatlari qanaqa buqa? 20 million so'm savdo qilishyapti ekan mana yosh. Bo'ylari biri 15, biri 20 dan atrofidagi. Rosa yemga tayyor, xudo xolasa chiroyli narsa ekan. Bozorni bersin. Aka nech pul? O'tib ketsam ma'lum mashina? O'tib ketaraymi? Bozor sizniki emas, umuman. O'tib olaylik. Aka nech pul bu? 23 kami bor. 23 kami bor. Bunisi 20 kami bor, 23 kami bor buqalarimiz holatlari. Mana azoblansa oldilariga o'tib oldik buqalarni. Holatlari, sifatlari, sortlari yaxshi ekan. Xo'p, buni nech pul savdo qilishyapti? 19,5 qilishdi. 19,5. Nariga 20ligichi? 17,5 qilishdi. 17,5. Telefon nomer qoldirib qo'yasiz? 88lik. 88lik. 273 273 83 78. 83 78 ga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa mana shu buqalarim sizni xonadoningizda bo'ladi. Bozoringizni bersan aka. Xo'p. 25 Kami bor. 25 kami bor. Akalar nech pul qildi? Bitta pulini eshitib ketaylik, nech pul qildinglar? 15 million. Yaxshi mol ekan, lekin egasi yaxshi emas ekanda. Xo'p. Aka nech pul savdo bo'lyapti bu? 15 million 400 ming so'm savdo qilishyapti. Shunaqangi zehn odamlar ham bor, azoblanishlar. 15 million 400 ming so'm savdo qilyaptilar. No, aka o'zi molini ham sota olmaydigan odam ekan. Aka nech pul bu? 18 million kami bor. Bo'ylari 120 dan akalar. 18 million kam bor. Messi paroda bular akalar. Parodasi qanaqa deganlarga Messi paroda. Aka bozor nech pul qilyapti buni? Har xil qilyapti. 15 million ham qilyapti, 14,5 million ham qilyapti. Aha. 15 million 14 milliongacha savdo qildi. 14 dan 15 gacha savdo qildi. Telefon nomer berasizmi aka? Ishqibozlar chiqib qolsin. Hozir o'taman. Yaxshimisiz? Charchamasizmi? Rahmat, Tojibam yaxshi ekan. Ha? Joni sog' bo'lsin. Telefon nomer qo'yganmi, sotyapman deyapti. Joni sog' bo'lsin. Hozir o'taman. Aka nech pul bu? 17 kami bor. Bozor nech pul qilyapti? 14,5 beryapti. Assalomu alaykum. Uzr ko'rsatgan bor. Tog'a yaxshimisiz? Charchamasizmi? Sovqotib qoldi, yaxshigina taqvo. O'z siz yemisiz? Qaranglar, ammo yaxshi narsa ekan. Bo'ldi, hozir olamiz. Xo'p, aka telefon nomer bormi bunga? Bu telefon nomeri yo'q, ha? Joningiz sog' bo'lsin. Bo'lsa olib ketadi. Qani ekan buqalar osh tog'ami? Mana. Manami aka? Nech pul bu?
19 kam bor hoji buvamda. Ana 15 million so'm. Necha pul savdo olyapti? Yo'l haydamiz hisoblansa chiroyli qilib ko'rsata olmayapmiz. Xo'p, necha pul savdo olyapti? Necha pul salkam 16. Salkam 16 million savdo olyapti. 20 million so'm kam bor. Bo'ylari 120 millionga beribdi hali. Holati yaxshi ekan. 16 ga bermay turib qolgan. Aka, bunisi necha pul bu? Necha pul bular? Necha pul? 13,5, ha. Kattasi 18 ga. 18 kami bor, 13,5 kami bor bu ko'chalarimiz. Bu ko'cha, bunisi kattaroq bu ko'cha. Mana hisoblanishlar holatlari. Sifatlari, sortlari, holatlari yaxshi ekan. Faqat bunga telefon nomer qo'yib o'tib ketamizmi malonga? Sal hol olib qoldik-ku. Sotuva var Yo'q, yana bo'ladi-yu. Ko'raman, bo'pti. 77lik. 77lik. 577 577 59 59 40 ga aloqaga chiqinglar. Hozir ham duosi ishlab bitkizib qo'yadi. Qani Ali hojibam, ketdik. Boshqa necha pul bu? 17 kam bor. 17 kami bor ekan mana arzonlashlar. Ha, olyapman hozir. Ha, hozir ham bor. Rahmat, o'zi yaxshimisiz? Iloyim aytganingiz kelsin tog'a. Joningiz sog' bo'lsin. 17 million kami bor ekan arzonlashlar mana bizni obunachilarimizdan. Bozor necha pul qilyapti hoji bu? 16 ga bermay turib 16 ga bermay turibdi ekan. Telefon nomer qoldirasizmi? Yo sotilib ketadi, ha? Joningiz sog' bo'lsin. Ya albatta, bozoringizni bersin iloyim. Sizga o'xshagan obunachilarimiz ko'paysin. Rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Xo'p bo'ladi, xo'p. Xo'p. Bu necha pul ekan bu? O, boya kam savdo qilyapti. Yana siz oldingizda mana. Necha pul bu? O'tgan hafta chiqarish varibdi. Ha? Necha chiqarmadi bilanki? Yo'q. Aka, necha pul bu? 16 million 750. Beryapsiz, hozir bo'layotgan. Akalar 16 million 700 ming so'mga Messi, ha, xudo xolasa. Messi muqamiz metr o'ta torib ketdi, azoblanishga ketdimi? Necha pul bu? Boyaka bo'ladigan odamlar bilan gaplashing. Oh, jonivor. Polvon narsa. 17 millionga o'tib beramiz. 17 millionga o'tib beradigan muqamiz. Bo'ylari 1.15 lik, xudo xolasa, aka. Xudo xolasa yaxshi mol ekan mana. Azoblanishda akamizni telefon nomerini qo'yib o'tib ketamiz. Mana shunaqangi chiroyli buqalarni holatlari bo'ladi. Xo'p. Aka, telefon nomer bering. 91 kodi bilan. 91 kodi bilan 282 282 96 96 ga aloqaga chiqsanglar, ishinglar bitadi, doim muqa bo'ladi. Beravering aka. 18 kami bor aka. 16 ning ustida savdo bo'lyapti aka. Jonivor. Bozoringiz bersin aka. Iloyim. Necha pul 90? 490 kilo chiqdi. Necha puldan? Yo'q, prosta tortib. Bu narxi necha pul unda? 29,5 kami bor, 490 kilo chiqqan muqamiz. Jonivor. Qaraydi, buqalarni qaraydi, arzonlashlar, yomonlari kelib. Arzonchida-yu, necha pul bu? Yomon kattasini ushyapsiz, ha? Qarang buni aka, assalomu alaykum, charchamayapsiz, siz. Necha pul bu? Narginisi ham men sizdanmi? Meniki. Qoston savdo qilyapsizmi? Mashinami? 28 ga ishchi yo'l so'rayapti, qo'yadi aka. 839 keladi, azoblanishga 28 ga 200 kam bo'layotgan savdomiz. Monisi necha pul bo'lar ekan monisi? 27 kami bor. 27 kami bor ekan. Azoblanishda savdosi qizib qoldi akamizni. Biz ketaverdik, uni nomerni olib qo'yganimizda akamizdan yaxshi ular. Ular zo'r ekan. Aka necha pul bu? 32 kami bor. Maşallah. Bozor necha pul so'rayapti aka buni? 58 ming oyog'iga hozir 28 ming turish. 58 ming taroziga 28 million turishiga. Ha, hisoblanishda savdolarda aytib o'tyapmiz. Aka, telefon nomer qoldiramizmi? 99 443 2156 ga aloqaga chiqsanglar, ishinglar bitadigan yeri bor ekan. Bu qani orqalaridan ko'rsatish iloji bo'lmayapti, azoblanishda. Chiroyli holatda yoritishga harakat o't, jonivor, hazillashma, o'tib oling. Necha pul ekan akalar bu? Jonivor. 35 million kami bor bu qani qaranglar akalar. 35 million kami bor. Akalar necha pul qildinglar buni? 31 million 200 ming so'm savdo qilishdi, 35 million kami bor bu qani. Holatlarni qaranglar. Diyor ekan. Aka necha pul oldi qo'shqa? Necha pulga? $1000 ga bor deb Toshkentdagi hozir kelganlar aytadi. Xo'p, bu qaraga olishdi. Nima bu? Aka necha pul bu? 45 olishdi, jonivor.
Nima engashdi? Var o'lyapti. Qanaqa engashtirdi? Yo'q, bu past bor. Juda bor. Yo'q, mol o'zini holatiga chiqadi aka bizda. Molni o'zini ko'rish kerak-ku. Bo'y 1,5 metr. Bo'y 1,5 metr. Aka bu taroziga bo'ldimi? Nech pul deyapsiz o'zi? Nech pul deyapsiz? 33 deyapsiz. Qiziqishga tortamiz. Bitta tarozisini bilib qo'ysak bo'ladi. Ana akalar, qiziqishga 33 million so'm deyotganda hozir taroziga olib chiqadi. Mana to'g'risini qaranglar, e'tibor qilinglar akalar. Yaxshi. Voy, nech pulga baraka oldi bu? 60 mingdan nech kilo chiqdi? 335 kilo 60 ming so'mdan baraka bo'lgan muqamiz mana azoblanishda. Mana qaranglar. Nariga 359 kilo. Nech puldan baraka oldi aka? Bu ham 60 mingdan ekanda, undan olish sherigi ekan. 60 mingdan 359 kilo mana azoblanishda. Olatlan qaranglar, juda zo'r. Xo'p, Tashmasam shunisi ham baraka yo'q. Lozam joyida yuribdi deydi. Sira Instagram. Yaxshimish qilib. 5 pulga baraka oldi aka bu? Endi. Nech kilo chiqdi, bilib qo'ysak bo'ladimi? Aytmadi akalar. 434. Xunashinimiz chiqdi akalar. Xunashin turishi nech pulga baraka oldi ekan? Aka, nech pulga baraka oldi xunashi? Baraka bo'lmadimi? 405 kilo chiqqan xunashi. Yaxshi. Mana akalar. 405 kilo chiqqan xunashinimiz. Bu aka nech pulga baraka oldi bu? 61,5 dan. 61,5 dan. 61,5 dan ekan xudo xolasa. 700 ustidadi. Chiqadi 700. Skitkasi ham bordir aka, skitka bor. 5 skitka 61,5 dan. 5 skitka ekan bu. 740 kilo jonivor qaranglar. 740 kilo akalar hozir tushadimi? Bo'ldimi? Bo'ldi akalar, mana chiqadi. 740 kilo 61,5 dan 5 skitka bo'lgan muqamiz mana ketdi. Mana. Hali akalar 33 millionga aytilayotgan muqamizni tarozisini bilib qo'yamiz dedik, mana keldi. Aka o'zi to'sib olyapti. Ha. 33 million deyilyapti bu, ha? Telefon nomer qo'yib ketdingmi mana shu bahana? 91 Aha. 11. 11 ga aloqaga chiqarasiz. 33 million aytilyapti ekan, tarozini bilgan. Buqa. 505 kilo maşallah ana akalar. Katta olganga sotganga baraka bersin, o kelyapti, mana qaranglar. O jonivor nima deyapti mana bu? Aka nech pul oldi bu? Endi deyapti. Bu jonivor buqani qaranglar, azoblanishlar. Dahshat bu, ha. Mana 680 kilo. O'zi narx nech pul aytyapsiz unda endi bo'lsa? 45 million narx aytilyapti ekan. 680 kilo maşallah go'shin variylar zo'runal ekan. Uzoqimizdan aka? Gurohimiz? Aha. Turish qaranglar. Maşallah zo'r qo'ygan ekan. Toy nech pulga bo'ldi? 326 kilo keldi. Aka baraka bo'lganmi bu? Nech pulga baraka bo'lgan? 55 mingdan baraka. 55 mingdan 326 kilo chiqqan otimiz ekan akalar. 55 ming so'm. Ha joningdan qaranglar, chinashni qaranglar. Ha jonivor. 55 ming so'mdan. Katta mana, va jonivor. O akalar. To'polani ma'noyi buni. Mana akalar. 61,5 dan ikkinchisimi bu akalar? Ikkinchisi ekan mana hisoblashlar. Bu bilan ikki bo'libdi-da. Qaranglar, katta jonivor 61,5 dan taroziga. Mana akalar. Ketdik. 61,5 dan akalar ikkinchisi mana. 5 kitga xudo xolasa. Buni kattaligini qarang. Oh jonivor, ketdi mana 61,5 dan. Aka qo'shgan nech pulga bo'ldi barakasi? 76,5 mingdan to'radi. 76,5 mingdan tarozi. 522 kilo mana akalar. 70 ekanda o'ynayapti. 572 ekan.
Mana Zaki, asoblashlar. Ibrohim Zaki. 572. Mana aka 76,5 dan bo'lgan qo'chqarimiz hozir taroziga chiqadi. Azominizda bitta ko'rib berasizlar tarozini. Qo'chqarlarni ham ko'rsatib o'ting deganlarga mana xudo xolisa qo'chqarimiz. 87 kilo aka. 87 kilo. Qozonlarnikilar ham chiqadi aka. Qo'chqarlar narxlari ham bilinib qolyapti akalar taroziga. Aka nech puldan bo'ldi taroziga? Oldin buzuq qiziqishga tortib ko'ryapman. Ha, turishi nech pul oldi? Bu soliq ekan, 13 million 700 ming so'm. 90 kilo. Endi turibdi-yu. Bunisi 13 million 700 mingga bo'ldi akalar, bular soliqlar ekan. 105 kilo. Yaxshi. Mana. 37 million kami bor. Bozor nechta qilyapti aka buni? Taroziga so'rashyapti 56. Aka, assalomu alaykum. Tarjimasini siz 56 mingdan taroziga so'rab turibdi. 37 million so'm kami bor ekan bu qani. Jonivor ko'chib ketdigan naryoqlar. Turish so'raylar bu qolar akalar, semiz bu qolar ishqibozlariga mana ko'rsatib o'tamiz. Aka 56 ming qilyaptimi tarozi? Ha, tarozi. Turishiga nech pul berishdi? Turishiga 32 million deb ketdi. Dadil savdo bo'lgan yo'q. Bozoringiz bersan aka? Xo'p, qaranglar akalar. Mana nimadir bo'lyapti. 5 mingga baraka yo'q akalar bu. Ha? 63 mingdan baraka bo'lgani. Taroziga ketyapmiz endi xudosa. Taroziga mana akalar chiqamiz. 63 mingdan bu qani atroflardan ko'rsatib turing. Qaranglar, mashalloh. Zo'r temir turish o'tdi aka. Olganga sotganga baraka bersin. Yozda bo'lsa ham maroj yeb ketaman aka. Go'zallik, Panota, go'zal, hech bilan bo'ldi aka. 62 mi 63 mi? 62 yarim. 62 yarim. Endi tortamiz a. Endi tortiladi aka bu a? Hali tortilgan. Hali tortilgan yo'q, endi olib chiqamiz ozgina. Ochinglar deyapti, mo'l kelyapti. 62,5 ming so'mdan hozir taroziga chiqadi, azoblanishlar eshitib o'tamiz. Akalarimiz hozir elyorga bormiz, charchamayapsiz o'zingiz. Rahmat o'zidan. Bugun qarang zo'r. Siz kirib kelishimizga ham Shantaxonni Cho'jamol bozorida hozir baraka qo'yganlarini ko'ramiz. Elyorga mana ijod tolyapti elyorga. Bugun qarang, azoblanishlar to'rtin. Kun turadigan o'tkazishlar. Mana aka. Ketdigan turishdi qo'yib. Havas qilganlar bormi akalar? Havas qilgan bo'lsangiz bir dona like bosib qo'ying. Aka sizning xonadoningizni ham bosib. 200 ming. 200 ming, 200 ming. Mana. Mana akalar taroziga ketdik endi. O'shanor qaranglar. Mana. Keldi taroziga deydi. Kutgan vaqtlar keldi mana azoblanishlar. Olib chiqing. Ular taroziga hajjanivor ketdik. 62,5 ming so'mdan akalar 200 ming so'm skitkasi bor molimiz chiqyapti mana. Ayaqa nimasini qayringda aka? Dumin. Mana, yana bitta qayirib qo'ying aka. Ketdi janivor. 62,5 dan bo'lgan muqomimiz mana. So'piga e'tibor beringlar akalar, xudo xolisa. Janivor. Necha? 636 kilo. Maşallah akalar. Aka bu necha pulga bo'ldi barakasi? Baraka bo'lgan yo'g'idan xudo xolisa mana turibdi akalar. Ko'rsatib o'tib ketamiz hozir. Sigir. Aka bu necha pul oldi aka bu? 61 dan berildi. Hozir taroziga endi chiqadi. Skidka bor yo'q? Skidkasi yo'q. 61 milliondan 61 ming so'mdan taroziga mana akalar. 61 ming so'mdan taroziga bo'lgan. Voy ishlaringiz yaxshimi? Ozod aka. Hali savdo bo'lib ketdi, mo'g'ullar aka. Ana. Ha, savdoni qaranglar, mashalloh. Ana zo'rimiz, savdoni qaranglar. Ana akalar, qizg'in savdo ma'lum boshlanib ketdi. Xo'p, baraka. Qayga bo'ldi Abdurahmon otaning moli? Qaysi biri? Ikkita, mo'ykomi? Bo'lun tarozini ko'rsatdi, azoblanishlar Abdurahmon otaga yana ketib tashib qoladi. Qani haligi? Mana akalar, keldi mana hali buqamiz. Tarozini eshitmayapmiz. Bu narxni eshitgansizlar. Aka qo'chqar nechtaga bo'ldi baraka? 85 dan ham bor ekan akalar qo'chqarlar. 85 dan uni ham yoritib o'tib ketamiz.
zo'r qo'shqar ekan. Hozir ko'rasizlar akalar. Bukan qaranglar, sortini qaranglar akalar, bukan. Ideal ekan. To'xtagan dur. 613 kiloga ketdi mana akalar. 613 kiloga xudo xolasa ketdi. Mana 85 ming so'mdan muqomni. Xudo xolasa. Hozirga necha pulga baraka oldi? İkitasi bo'ldi. Ikkitasi jupi necha pul oldi? 50 milyon 700 oldu. 50 milyon 700 ming so'm mol yorib qo'ydi akalar. Mana. Shu oling aka, qo'chqarni mana 85 ming so'mligi. Xudo xolasa tarosini eslab ketamiz. 100 necha kilo? 132 kilo, maşallah mana akalar. Olganga sotganga baraka bersin. Mana yetishtirganga. Mana. Yuramiz aka. 5 kilo. 465 kilo. Bitta turib chiqadi aka, xudo xolasa inshaalloh. Qaysi mol savdo bo'lyapti aka? Ikkita, ha? Mol bilan ansobunashlar savdo bo'layotgan molimizni ham nariginisini ham ko'rsatamiz hozir. Mana akalar. Qaranglar. Kimdir jonli efir qilib yuribdi mana, qaraydi. To'rttasi bitta ol. Turishganlar. Nurlo aka ham mana shu ekan, xudo xolasa. Ishlaringiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Akalarimiz Sharxonga kelib mana videolar qilyapti. Jonlilar sog' bo'lsin. Mana. Neyi kara? Neyi kara? Oldu. 300 bin var. Çok 59 milyon 800 bo'lyapti xudo xolasa ikkov akalar. Mana jonivorni qaranglar. Jonivor, qani qaranglar. O'ta zo'r ekan-da jonivor, ha. Mana azoblanishlar. El mukofotdan keldi. Qani qaranglar, hozir baraka bo'lib ketadi. Ha, da ham baraka bo'lyapti ekan. Aka, necha pulga baraka bo'lyapti bu? 56,5 dan mononi sog' bo'lyapti ekan. Azoblanishlar mana. Savdolar bo'lyapti, qizg'in savdolardan xudo xolasa. Mana mo'q. Jonivor. Ana jonivor. Ha, joni sog' o'g'illar. Necha pul bu aka? 35 kami bor. Bozor nechta so'rayapti buni? Ha? 30 million ekan savdo bo'lyapti ekan, lekin bermayapti azoblanishlar mana shu kan. Mana qizib ketdi, mana savdosini bitta olay aka. Gap bo'ladi-da, shuncha o'ylayapti. Undan ko'ra aka 59,5 mingga sotdim, omadsiz. Men qarab, 59 dan akalar savdo. 5000 tashkilot bermaydi-yu birinchi. Endi sotmasang 300 ming qilib beradi. Sotmasang men sotib verdim mol. Yo'q, sotmasang sotib verdim mol. Bor aka. Bor bir. Men sotib betaman. Bor aka maşallah. Taroziga chiqaramizmi endi? Ketdi. 59300 dan. Jonivor. 59300 dan mana akalar. Simentalni mana go'zal turibdi akalar. Buni ham yoritib o'tamiz hozir. Kelamiz bunga. O'ta polvon ekan, dahshat bu ekan. 59300 so'mdan mana akalar chiqqani. Ulolbek. 5 kitga bo'ldi, boy aka. 5 kitga bo'ldi. 5 kitga bo'ldi mana azoblanishlar. Haqqanim yo'q. Kecha abetdan beri taqilma. Joni sog' bo'lsin. Qaranglar akalar, hamma blogerlar mana shu yerda Ali Uzman, Nurullo aka, Elyor aka mana shu yerda hamma. Necha pul oldi? Necha kilo? 498 kilo mana azoblanishlar mo'yamman. Buni ham mashindan. Mashina sherigi. 59,5 dan. 59,5 dan. Ko'ziga bir narsa o'rgangan ko'ziga. 451 kilo akalar, ko'rdinglar. Ikkovini yotib o'tdik. Bozorni deysan olganga sotganga. Hali simentalimiz qaytib ketdi endi. Akalar mana hali simentalga keldik oldiga, xudo xolasa inshaalloh. Mana qangi simentallardan hammanglarda xonadoninglarda bo'lsin. Jonivorda qaranglar. Vujudiga shu buni, ha. 48 milyon savdo qilyaptimi buni? 48 milyon savdo qilishyapti. Oğlum vujudiga o'jaganda jonivorda qaranglar akalar. O'zi polvon narsa ekan, xudo xolasa. Olganga sotganga baraka beradigan yer ekan. Buni qaranglar, bu qani. Juda zo'r buqa ekan. O'ta go'shtdor, sifatli, chiroyli buqa. Baqaman deganlar ham bo'ladi, mana qaranglar akalar. Men babram berdi deb. Ha, joni sog' bo'lsin ha. Qaranglar. Orqalaridan, oldilaridan chiroyli qilib olishga harakat qilyapmiz. Aka o'zi nech puldan aytyapsiz bunga? 55. 48 million savdo bo'lyapti. Tarozigacha aka?
ming so'rashadi. 60 ming so'mdan taroziga so'rashibdi, bermabdi akalarimiz. Xudo xolasa olganga sotgan. Aka buni sheriklari bormi yo'qmi? Yo'q a. Joningiz sog' bo'lsin, bozoringiz bersin.